Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, chorva ishbozlari. Bir joyga mana xudo xolasa mol fermaga kelganmiz. Mol fermada shunaqangi tartibga mana hamma qaranglar, oyoqqa baxilalar kiyib olgan. Shunaqangi bir stroga qattiq rejim. Mana bizovlar bog'da turadi. Enalari bog'da turadi. Oyoqqa baxila kiyish sababi tashqaridan kirgan infeksiya tushmaslik kerak. 1000 dan ortiq bosh mol bor bu yerda. Bizovlarni ham olib ko'rsatganim. Mana aylanib ekskursiyaga kelganmiz. Sigirlar doim haqiqiy nasl. Mana bu sut qayta ishlanadimi yo sutni saqlab turiladimi bu yerda? Sut shekilga to'planadi, apparatda sog'iladi, shekilga to'planadi. Bu kelib turib, ikki sut kelyapti. Sog'ilib bo'lgan mollar faqat chiqib ketar ekan. Ag'dan kiryapti, bag'dan chiqib ketyapti. Sut hamma yoqdan kelib turib, shekilga to'planar ekan. Xudo ziyoda qilsin, barakasini bersin chorvalariga. Hammamizga nasib qilsin shunaqangi mollarni boqish, shunaqangi fermalarni qilishga qodir qilsin. Mana bizovchalar. Oybek aka, Abduvohid aka, Adham aka, ko'ringlar aka. Bizovchalarni qaranglar. Necha oylik bo'ldi aka bular? 5 oylik, 6 oylik. Qanaqa zot? Golshtin. Mana oq. Mana oq. Dadam tanlashyapti mana. Mana oq. Mana videoingda ko'rib turgan. O'ni ketgan oq. Mana oq. Mana oq. Ha, baq qarab turamiz yo. To'lka oqlar. Oqlar to'lka. Mana ko'rdingmi, mana bitta, o'ni baqirab turibdi, ikkita, o nargi chekkada oq. Uchta nargi chekkada. Nomerini yozib tanlab ketishgina. Hozir zootexnik aka bilan gaplashib olishsin-chi. O'sha nomer endi tanlab qo'ysalar, ertadan bu kuniga haftada 4 ta 5 sotilyapti-da, ketib qolishi mumkin. Yozib shu jamoatingga berib ketsalar nomerini. Ag'dam o'tib, uni bunga nima qistirib qo'ygansizlar plasmas? Nima qo'yadi? Nomerimni ko'raylar. Maşallah ko'zni qamashtiradi. 3044. 3030 3044 3044. O ana shuniki nechi? Mana menga kirgan Bobur Mirzo mana. Kirsa bo'laveramikan? Ha, kirar. Umrza kirasiz bo'lib ketgansiz, kiring siz. Qaysi oqda? O ro'parada baq qarab turibdi, bizga qarab. Ana shu. Bor kir. 3056. Ayt, 3056. Mana. Bitta yozib oylar. Mana. Ha, videoga zapt bo'lyapti. 3056. Ha, onu ko'r endi. Molni yorchi, men bitta ko'ray, yor. Ha? Ha, 3058. 3017 ekan, baq qarab. Endi aqaratchi o'shani. Ko'tini ko'raydi. Ha, bo'ldi. 3017. Bunday yorgan aylantirib, uni ketgan necha ana chekkadog'i. Ana shu oq, ana aqarab yurdi. Faqat novvoslari sotilar ekan, endi tartibi g'unajin umuman berilmaydi ekan. Bo'ldi. Mana-chi, mana ro'parangdog'i, ana shu oq, ana oq. Ha? Ha, bo'ldi. 4 ta bo'ldimi? Uni bitta yeyapti. Bobur Mirzo bor. Mana yoqdan borgan. Bobur Mirzo bor, uni. U ham oq. Nargi tomonda, ana. Ona shu yeyapti.
Birinchi kam nomerini ko'r. Shu 44 ekanda. Buni aytdi-ku 44. 53 manami? 53. Bu juda o'rtacha ekan. 3.0 53. Videoga zapis qilib oldik. 53. Bag'da mana kichinalar ekan. Oyoqda baxilalar. Sigirlar. Bitta burdoqchilik emas ekanda, faqat sut yo'nalishida ekanda. Nari tarafda. Havas qildik, maşalloh. Mingdan oshiq sigir bor ekan. Ini sakit.